16 ni qorasidan so'raganlar uchun ham alohida qo'yib qo'yganmiz. 24-yil 15,5 ming yurgan ekan, probegi вообще shokolad ekan, kraskalari ham top-toza ekan. Xullas, lidarlargacha bor, haligi fake lidar emas, haqiqiy originaldan. Aynan narxlari ham juda ham qulay bo'lyapti menimcha. 360 kameralar, beskulchovoy dostupli, slipovoy zonali, salon holatlari ham ranglarini ko'rsangiz bo'ladi. Mativ ekan, ikkitadan luklari bo'ladi. Multirol, monitor, xullas yaxshigina holatda saqlangan ekan. Orqa tomonlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Aynan qorasini so'raganlar uchun qo'yib qo'yamiz. Narxini egalari 28,5 ming so'rab turibdi ekanlar. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yamiz. Mabodo ma'qul kelgan bo'lsa, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib, barakasi uchun ozma so'rasangiz bo'ladi. Orqa tomonlari ham shokolad holatda mativ saqlangan ekan. Bu bilasizlar, bundoq o'tsa bo'ladi. Ya'ni buni Sidinaning nomini nima derdi? Kommentda qoldirib qo'ying. Kapitanskiy derdi. Xuddi kapitanskiysidan, lekin bosh urdim, lekin yaxshigina holatda saqlangan ekan. Nomerlarni pastda qoldiramiz, bitta like bosib maksimal tarqatib qo'ying.